Mashinada ketisharkan Mohizar yo'ldan ko'z uzmasdi. Oyi, qaytishda shokoladli tort olaylik. Nafaqa puli chiqsin, olib beraman. Mohizar indamadi. Indaya olmadi. Doktor huzuriga kirib kelishganda ham bir og'iz so'z aytmadi. Doimgidek shifokorlar tekshirishar ekan, Mohizarda qo'rquv boshlanib, ulardan o'zini nari ola boshladi. Qoch, tegmalaring menga. Mohizar xona burchagiga borib oldi. Mohizar, tinchlan qizim. Ular shunchaki tekshirishadi xolos. Yo'q oyi, ketaylik. Mohizar, menga qara, hammasi joyida. Men yoningdaman. Ammo Mohizar baqirishga tushdi. Yo'q, ketaman. Tegma menga. Doim shu ahvol. Mohizarda shifokorlardan kuchli qo'rquv bor. Ularni tonometri yoki shpritsiga ko'zi tushsa, ichidagi yovvoyi ovoz tinch qo'ymaydi. Har gal uni tinchlantirishguncha onasini bo'ladi. Shuncha yil o'tsa ham qizingizda o'zgarish bo'lmadi. Doktor, taqdir ekan. Ko'nishdan o'zga chora yo'q. Nazira opa, balki ruhiy xastalar shifoxonasiga yotkazarmiz. U yerda yotmasa bilasiz. Nazira opa doktorni nimaga shama qilayotganini tushunib yetgandi. Siz bu yog'ini o'ylamang. Kelishganimizdek bo'ladi. Nazira opa gapira turib, sumkasidan keraklicha pulni olib, daftar orasiga qo'ydi. Keyin esa o'rnidan turib, qizini oldiga keldi. Mohizar ukol ta'sirida karaxt o'tirardi. Qizini qo'lidan ushlab tashqariga boshladi. Mirzani uyi. Bugun oxirgi dam olish kunlari. Ertalab barvaqt turib yo'lga tushmasa, ishga kech qolishadi. Mirza, oyimam meni to'yimni boshlab yuborgandirlar. Borsam boshimni qotirishlari aniq. Nima bo'pti? Baribir uylanasan-ku? Rosti, o'zimga hayron qolaman. Negadir Asilani ayolim sifatida ko'ra olmayapman. Zarif buni birdan bir sababini aytaymi? Ayt. To'ydan oldin bir-biringiz bilan yaxshigina tanishib bo'ldingiz. Senga shu sabab u qiziq emas. Menga esa Karima juda qiziq. Uni bilishga intilaman. Sen esa Asilani yaxshi bilasan. Rost Mirza, gapingda jon bor. Qani uxla. Ertaga barvaqt turmasak, avtobusga ulgurmaymiz. Bizda taksilar kech borishadi. Shu uchun avtobus qulay. Yaxshi dam ol. Zarif xayol sura-sura qachon uxlab qolganini bilmaydi. Bilgani erta tongdan Mirzani uyg'otgani bo'ldi. Zarif, tur ketamiz. Ko'chada birorta taksi ko'rinmayapti. Bekatgacha piyoda boramiz-o. Dadam ham saharlab mol bozoriga ketibdilar. Bo'lmasa olib borib qo'ying derdim. Zarif arang ko'zini ochdi. Qishlog'ingga gap yo'q-u, ammo shu erta tongda turish yoqmayapti. Zarif erinibgina o'rnidan turdi. Yuz qo'llarini yuvib, apil-tapil nonushta qilgach, Mirzani onasi duo qilib ularni kuzatib qo'ydi. Tong hali uncha yorishmagan, g'ira-shira. Ko'chada odam ko'rinmaydi hisob. Ular dalalar oralab yo'lga chiqishdi. O'rtalab o'tsak tezroq yetamiz, tushuntirdi Mirza. Shu yerlarda yozni o'tkazsa mazza. Zarif, yozda ham kel, bilasan-ku men ishimni o'zimizga ko'chirtiraman. Mirza, shu ishingni qilma o'rtoq, sensiz zerikaman. Bilasan-ku to'y yaqin. Menimcha kelasi oy to'yni boshlaydilar. Dadam Fotihani uzoq turishini qoralaydilar. Darrovda to'yni o'tkazish tarafdori bo'ladilar. Ha, unaqada iloji yo'q. Ular xayolga berilib ketaverishganda, yerda o'tirib nimadir qilayotgan qizga ko'zlari tushdi. Mirza, uni qara. Mirza Zarif ko'rsatgan tomonga qaradi. Mohizar o'tirib olib qimirlamasdi. Yur, indama unga. Mirza, u yig'layapti. Shunaqa o'zi, shoshmachi. Zarif ikki xatlab qizni yonida paydo bo'ldi. Adashmagan ekan. Mohizar oyog'ini jarohatlab olgan. Jarohatdan qon to'xtovsiz oqardi. Sizga nima bo'ldi? Mohizar o'zidan narida o'lib yotgan itni ko'rsatdi. Qo'lida esa o'roq bor edi. U sizni tishladimi?
Qiz boshini qimirlatdi. It Mohizarni oyog'ini yaxshigina tishlab olgan ko'rinadi. Qon to'xtamasdi. "Mirza, bu yoqqa kel." Mirza uf tortgancha yaqinlashdi. "Yordam bermasak bo'lmaydi." Obbo, shu yetmay turgandi o'zi. Qo'liga telefonni olib raqam teri ketdi. "Sobir, opangning iti g'ajigan oyog'ini, dalada yolg'iz, kelib olib ketasanmi?" "Bo'pti, bekatgacha olib borib qo'yamiz. O'sha yerdan olib ket. Bu yerda biror zog' yo'q." Mirza gaplashib bo'lib Zarifga qaradi. "Bekatga olib boramiz. Dalani narigi tomoni, yo'limiz. Sobir o'sha yerga mashina bilan kelyapti." Mohizar turib yuraman dedi. Ilojini qila olmadi. "Ma buni ushla yoki uni ko'tar." "Esingni yedingmi?" Mirza jirkangancha gapirdi. Zarif sumkasini Mirzaga uzatib qizni ko'tardi. Mohizar begonasirab uzoqlashaman deb tipirchiladi. "Iltimos, jim keting. Biz kech qolyapmiz. Sizni bu holda tashlab ketib vijdon azobida qolmay." Men og'irman." Mohizar arang gapirdi. "Voy bu, necha kilosiz? Gunohlarimni yuva olmaydigan darajada og'irman." Zarifni shu so'z miyasiga o'rnashib qoldi. Gunohlarimni yuva olmaydigan. Bu qizda nima gunoh borki, hamon o'ylaydi. Unda Zarif butkul gunoh botqog'iga botgan ekanda. Bekat ko'p ham uzoq emas ekan. Darrovda yetishdi. Ungacha Zarif Mohizarni yerga qo'yib, qizni boshidagi ro'moli bilan oyog'ini qattiq bog'ladi. Qon oqmasligi uchun. Mirza esa bir so'z demay noroziligini bildirib ketib borardi. Bekatdagi o'rindiqqa qo'yishgandi, hamki Sobir yetib keldi. Kela sola Mirza bilan ko'rishdi. Keyin opasiga qarab so'kina ketdi. "Tentak, doim bir baloni boshlab yurasan. Sog' kuning bormi? Doim kimgadir og'irliging tushadi. Qani tur chiq mashinaga." Zarif Sobirning gapidan taajjubda edi. Mohizar turolmagach, Sobir sudragudek qilib tortqilab mashinaga chiqardi. "Mirza, o'tarsan uyga." "Bo'pti, sog' bo'l." Ikki do'st avtobusga chiqishdi. Oxirgi o'rindiqlardan birini band etishdi. "Haligi qizga juda achinyapman. O'zi ozg'ingina ekan. Anovi barzangi kim unga? Ko'tarib ketsa bo'lardi-ku." "Ukasi u." "Nima? O'sha deva?" "Ha, ukasi. Qiz bechorani sudrab ketdi insofsiz. Uydagi hamma shunaqa. Bechoraga achinyapman." "Zarif, g'alatimsan. Senga nima u bir telba bo'lsa, o'zini uydagilar uchun ortiqcha odam u." Men uxladim. Yo'l uzoq. Sen ham uxla." "Bo'pti, uxlayver." Zarif ham uxlay dedi-yu, boyagi voqealar ko'z oldidan ketmasdi. Mohizarning g'amgin ko'zlari davangirdek ukasini sudrab ketgani. Keyin esa so'zlari. Bu yerda boshqa gap bor. U telbaga o'xshamaydi. Zarif shularni xayol qilgancha uyquga ketdi. Sobir mashinani uy oldiga to'xtatdi-da, Mohizarga o'shqirdi. "Bor yo'qol kir uyga. Falokat, seni dastingdan tinch kun yo'q." Mohizar arang eshikni ochib mashinadan tushdi. Oyog'i rosa og'riq berardi. Mashina eshigini yopgani hamon Sobir mashinani yeldek uchirib ketdi. Mohizar uyga kirdi. Hamon uydagilar uyquda. Sobir esa doimgidek o'z ishi bilan band. Mohizar tinchlik hukm surgan supada yura turib, o'roqni bexosdan tushirib yubordi. Uydan Sobir aka otilib chiqdi. Mohizarni ko'rib fig'oni falakka chiqdi. "Nima qilib yuribsan?" "O't terishga borgandim. Cho'pon itini qo'yib yuborganmi, bir it kelib oyog'imdan tishladi." Shundagina Sobit aka qizini oyog'iga qaradi. Keyin xotinini chaqirdi. "Nazira!" Ichkaridan yengil kiyimda uyqusiragan Nazira opa chiqdi. Nima gap?" "Qara unga, oyog'ini it g'ajigan. Qonini qara. Bir balo qil, doktorni chaqira olmaysan, battar qiladi." Sobit aka kirib ketdi.
Nazira opa ustidan nimchasini ilgancha qiziga yordamga shoshildi. Xayoling qayda edi? Kim senga o'tga bor dedi. Zarifa, hali uyqudan tursin, o'zini yuboraman bu ahmoqni. Nazira opa qizni oyog'iga bog'langan ro'molni yechdi. Qizi ancha qon yo'qotibdi. Afsuski unga tez yordamni chaqira olmaydi. Lekin birdan yuragiga vahm oraladi. It quturgan bo'lsa-chi? Qiziga boshqa kiyim kiyintirdi. Oyog'ini yuvib, tozalab, o'rab qo'ydi-da, erini oldiga shoshdi. 2 xatlab o'z xonalari eshigi yoniga borib, ichkari kirdi. Dadasi, qizingizni doktorga olib bormasa bo'lmaydi. It quturgan bo'lsa ahvol chatoq. Olib bor unda. Esimni yemadim hali. O'sha yerda yana xuruji tutsa eplay olmay qolaman. Birga borasiz. Xo'p, 9larda tayyor turinglar. Nazira opa chiqib ketdi. Nonushta tayyorlash uchun boshqa qizlarini uyg'otishga kirishdi. Tur ikkovingam, bor chiqib nonushta tayyorla. Oyi, mohiga ayting, baribir bekor-ku, yana uxlamaydi-ham. Sen es yo'q. Uni nima qilarding tongda o'tga bor deb? Ana oyog'ini it g'ajigan, yura olmayapti. Endi turib uni o'rniga o'zing qilasan ishlarni. Oyi, biroz uxlay. Zarifa qayta ko'rpaga o'ralgandi. Nazira opa ko'rpani shaxt bilan tortib oldi. Tur dedim. Onasini baqirig'idan 2 qizam darhol otilib turdi. Bittang nonushtani tayyorla, bittang mollarga qara. Nazira opa chiqib ketdi. Zarif uyga kirar ekan, onasiga peshvoz chiqdi. Mani o'g'lim kelibdi-ku, eson omonmisan? Assalomu alaykum oyijon. Bir amallab kelib oldik. Asilani onasi bilan ishni pishitdik. Fotiha to'yini kattalarni olib borib o'tkazib kelamiz. Oyi, buncha shoshyapsiz. Bo'ladi shu to'y ham. Asilaga sovchi ko'p. Birortasi ilib ketmasin. Zarif ichida kuldi. Mendan boshqa kim olardi, deya. Zarifni o'ziga bahosi yuqori edi. Asilani ham nazarga ilmay qo'yayotganidan sezish mumkin buni. Xonasiga kirib yotog'iga o'zini tappa tashladi. Kutganidek Asila qo'ng'iroq qildi. Zarif, keldingizmi? Rosa sog'intirib yubordingiz. Keldim, lekin uyqu kelyapti. Ishga borish kerak. Javob oling, men borardim yoningizga. Jinnimisan? Uyimga kelasanmi? Kvartiramda uchrashganimiz kammi? Zarifning bu so'zlari Asilaga og'ir botdi. Sizga nima bo'lyapti? Bilmayman nima bo'lyapti. O'zim ham tushunmayapman. Qishloqda bir telba qiz bor ekan, ko'rimsiz, lekin o'sha yoniga yaqin borgan yigitni o'roq bilan urdi. Hech kimga yaqin yo'lashiga qo'ymas ekan. Ammo u telba, sen esa sog'san. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Hech nima. O'zing yaxshilab o'yla-da, fikr qil. Men biror nima demayman. Zarif telefonni qo'yib qo'ydi. Ko'zini yumib biroz turgach, ishga ketishga hozirlik ko'ra boshladi. Asila devorga suyangan bo'yi sukutda qoldi. Zarif nimalar deb tashladi? Nahotki foydalanib bo'lib, endi qizig'i bo'lmasa. Bu gapi bilan o'sha telbachalik emassan deyaptimi? Asilaning ko'zidan 2 tomchi yosh tomchiladi. Zarif, xato qilyapsiz. Bu sizga qimmatga tushadi hali. Asila ko'zidagi yoshini artgancha kiyina boshladi. Kindigi ko'rinib turadigan Amerikanka torshim uni qomatini yanada ko'zga tashlanib turishiga sabab bo'lardi. Kari kesilgan sochlari husniga husn qo'shar, albatta oldidan o'tgan yigit borki, qaramasdan o'tmasdi. Asila sumkasini qo'liga olgancha xonadan chiqdi. Oyi, men ketdim. Yaxshi borib kel. Xo'p. Asila mashinasini ot oldirib, do'kon tomon haydab ketdi. Uning ayollar liboslari kiyim do'koni bor edi. Onasi Turkiyadan to'g'ridan olib kelib berardi. Alina alamini Validan olgan kabi do'konidagi ishchi qizlarni ham obdon so'kib oldi. Ikkoving ham xayolingni joyiga qo'y. Mijoz doim haq. Kulib turish esinglardan chiqmasin. Peshin, Mohizarni uyi.
Mohizar xonasida kitob o'qib o'tiribdi. Kecha otasi bir amallab doktorga olib borib keldi. Afsuski, qiz yana o'sha odatini boshlab yubordi. Shifokorlarni ko'rib baqirishga tushdi. Unga ukol qilib, zo'rg'a oyog'ini perevazka qilib, tekshirib ham ko'rishdi. Baxtiga it quturmagan ekan. Mana, kechadan beri oyog'i bog'liq. Bekorchilikdan zerikib kitob o'qiyapti. Xuddi kitob o'qisang, senga aql kiradigandek o'qiyapsan. Gulamdon opasini rosmana masxara qildi. Bor, boshimni qotirma. O'zingcha aqlli bo'laman deysan-da, ammo senga bu kitoblar yordam bermaydi. Yaxshi bo'libdi. Qovoq miya, bor ishingni qil. Yashirincha ishlatayotgan telefoningni boshqa joyga berkit. Gulamdonni yuzi oqardi. Nima? Sen hali narsalarimni kovladingmi? Esimni yemaganman. Ko'rganmisan birovning narsasiga tekkanimni? Sendan kutsa bo'ladi. Qiziq joyga kelganimda xalal beryapsan. Birovga og'iz ochma. Gulamdon qo'lini paxsa qilib gapirgancha Mohizarning xonasidan chiqdi. Oyi, anavi tentagiz meni narsalarimga tegmasin. Nimanga tegibdi? Nazira opa eshik derazalarini tozalab artyapti. Tegmasin, tamom. O'zi tuzuk yura olmayapti-ku. Bundan chiqadi. Nazira opa Mohizarni ba'zan tarafini ham olardi. Ba'zan jinnixonaga topshirmaganiga afsus qilardi. Mohizarni yoshligida shifokorlar qattiq shikastlanish natijasida ruhiy holati joyida emas deb tashxis qo'ygan. To'g'ri, u normal odamlardek emas. Yuz qo'lini yuvishni unutib qo'yadi. Ba'zan ochlik hissini sezmasa, ba'zan to'qlik hissi unga yot. Ayrim vaqt tuni bilan uxlamay o'tirib chiqadi. Ba'zan esa yon yorishmay turib oladi. Kim nima ish buyursa xo'p deb bajarib ketaveradi. Lekin eng xavfli tomoni uni asabini buzib qo'ysa, tashlanib qoladi. Ikki singlisini ham necha bora bo'g'gan. Shunday holatini bilib ham uni ustidan qayta kulaverishadi. Yuqoridagi holatlar hozirda juda kam uchraydi, chunki Mohizarni singillari bilan anchadan beri ishi bo'lmay qolgan. Mohizar xona sovuq bo'lsa ham isib ketib, ko'cha tomondagi derazani ochdi. Sekin ochgani uchun o'sha tarafdagi sevishganlar buni payqashmadi. Gulim, qachon seni olib ketar ekanman? G'an aka, tezroq sochib yuboring. Sizsizlikka chidab bo'lmayapti. Men ham chidolmayapman jonim. Qiynalib ketyapman. Unda nimani kutyapsiz? Bir-ikki ishim bor. Mohizar ovozlarini yaqqol tanidi. Bir sinfdoshi G'anisher bo'lsa, biri singlisi Gulamdon edi. Gulamdon hali endi 19 yoshda. Mohizar singlisini gapini uzoq eshitib tura olmadi. G'anisher boshingni tosh bilan yormasimdan uyingga jo'na. Obbo, bu jinni uyg'onibdi. Gulamdon norozi gapirdi. Ko'chani boshiga ko'taradi hozir. Men ketdim. Erta ko'rishamiz. Gulamdon pichirladi. Telefon qilaman. G'anisher uzoqlab ketdi. Gulamdon g'azab bilan uyga kirdi. Keyin opasini xonasiga bostirib kirdi. Sen nega ishimga aralashasan? U seni yaxshi ko'rmaydi. Sen sevgini qayerdan ham bilarding? Bir aqli noqis bo'lsang, senga hech kim gapirmaydi-da. Shu sabab meni ko'ra olmayapsan. G'anisher seni tomosha qilishni istaydi. Unga shu kerak. Ahmoq, gapingni qara. Bemazza. Maktabda ham uni daftarlari orasida behayo rasmlar bo'lardi. Uni ongi sevishga yaroqli emas. Seni aldayapti. Sen bunaqa narsani tushunmaysan. U mensiz yasha olmaydi. Avval ham yashagan, yashayveradi. Istasang sinab ko'r. Meni ishimga aralashma. Mendan ko'rasan keyin. Sobirga aytib urdiraman. Men hech kimdan qo'rqmayman. Aytib qo'yay. G'anisher xafa qilganida meni oldimga kelma. Mohizar yuzini ters burdi. Singlisi asabiylashgancha chiqib ketdi. Asila telefonidan bugungi kun yangiliklarida qarindoshini bong urib maqtayotganini ko'rib, peshonasini tirishtirdi. O'zicha yulduz bo'libdi bu. Amakivachchasini so'nggi yutuqlari tinimsiz odamlar og'zida edi. Mahliyo, qara, shu chiroylimi? Asila ekrandagi amakivachchasi rasmini ishchi xodimiga ko'rsatdi.
Chiroyli emas bu. Asilani ko'ngli to'lib gap boshlayman deganda haligi qiz davom etdi. Judayam cho'tki ekan. Rasmga tushishini qarang buni. Yurakdan urdimi deyman. Bu anavi hozirda biznesni rivojlantirish bo'yicha treninglar olib boruvchi yigit-ku? Shu to'nka meni amakivachcham bo'ladi. Sira chiqish olmaganmiz. Asila beparvo gapirdi. Meni tanishtirib qo'ysangiz, tuga hammomni orzu qilibdi. Buni bilasanmi osmonligini? Mana man degan qizlarni nazarga ilmaydi. Esingdan chiqar buni. Lekin opa, oshig'i-ku bu qarindoshingizni. Kimsan aslan Bakirzoda? Bir tiyinga qimmat bu. Bitta singlisi ham bor, o'ziga o'xshagan. Hech jinim suymaydi. Opa, o'zi sizga kim yoqadi? Xuddi bilmaysan-da, ikkovingga kim bo'lardi? Zarif yoqadi xolos. Qolgani damini olsin. Zarif ismini aytar ekan, ichidan qirindi o'tdi. Bir telbadan pas sanadimi Asilani? Hali zor qilmasami, Asilaman deb yurgan ekan. Doston har kuni Mohizarning yo'lini poylardi. Ammo necha kundan beri bu qizdan darak yo'q. Salim, anavi jinni ko'rinmaydi? Eshitmadingmi? Sevgilingni oyog'ini cho'ponni iti tishlabdi. Iti o'zi juda yomon, yoritqich bo'lib ketgan ekan. Bog'lab qo'yar ekan. Afsuski o'sha kuni arqonni uzib dalaga chiqibdi. Sendan eshityapman buni. Mirza bilan do'sti yordam beribdi. Sobir aytdi. Yo'g'e, bu yerda bir gap bor. Mirzani Fotihasidan keyin ham ularni birga ko'rdim. Mohizarni omada chopgan ko'rinadi. Nima deyapsan? Ochiqroq gapir. Nima desam ekan? Xullas, o'sha shaharlik yigitga tegadi-yu bu qiz. Doston, rosti toming ketibdi. Uni yuzini ko'rganmisan o'zi? Qaragan odamni ko'ngli ayniydi-ku. Salim Mohizarni ko'z oldiga keltirib, qahqaha otib yubordi. Bas qili. Haqiqatdan ham shunday. Jirkanmaganingga qoyil. Qachon cho'milganini eslolmasa ham kerak. Bugun uyda Zarifani yangiligi yaxshi kutib olindi. Men shahardan ish topdim. Zarifa haftalab shaharga ketardi. O'g'ilchasi ham o'zi bilan bo'lar yoki tashlab ketardi. Bugun ham 2 kun ketib, topib kelgan gapini aytyapti. Qanaqa ish? Onasini choy ichishdan to'xtab, qiziga tikildi. Ayollar kiyimi do'koniga sotuvchi kerak ekan. Darrovda ola qolishdimi? Ha, olishdi. Ertaga qaytib ketaman. Bolangchi? Sog'inib qolaman uni. Olib ketaman. Qanday qaraysan? Onasi hamon choy hoplardi. Otasi esa televizordan ko'z uzmasdi. Go'yoki bu suhbat unga qiziqmasdek. Mohizarni olib ketaman. Gulamdon bu gapni eshitishi bilan opasiga ola qaradi. Nega ekan? Uyda yaxshi yuribdi. Kerak bo'lsa bolangizni tashlab keting. Sen jim tur, men turibman. Hali hech kim sendan ruxsat so'ragan yo'q. Gulamdon ishlar o'ziga qolib ketishidan xavotirda ekani uchun shu gapni gapirdi. Uni o'ziga bitta odam kerak-ku. Oyi, tinchlikda uni ahvoli yomonlashmaydi. O'g'limga qarab ovqat qilib tursa bas. Men yaxshiroq ishlasam uy olaman. Bu taxlit yashamaymiz-ku. Mayli, olib bor, lekin o'zing javob berasan keyiniga. Oyi, uni zarari tegmasligini yaxshi bilasiz. Oyog'i ham ancha o'ziga kelgan. Ijara uy gaplashdim. Ichkaridan qulflab o'tiradi. O'zing yaxshilab ko'z quloq bo'lasan. Bilasiz-ku, meni oyi. Bo'pti. Qani hammang xonangga bor. Gulamdon qovog'ini osgan ko'ya shaxt bilan turib ketdi. Guli, ta'ziringni yeyishni istamasang, jimgina yur. Gulamdon onasini gapiga javob bermadi. Zarif Asila bilan o'tiribdi. Qiz arazlagan, tuzuk gapirmaydi. Nimaga qovog'ing osilgan? Yo'q, hammasi joyida. Ochilib o'tir-unda. Zarif, sizni tushunmayapman. Nima bo'lyapti sizga? Yoqmasam ayting, bir balolarni gapirmay. Tegib ketdimi?
Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Men sizni sevganim uchun bu sevgi emas, nafs bu. Qiz bolada oriyat bo'lsin ekan. Men seni aybdor demoqchi emasman. O'zimda ham ayb bor. Lekin men uylanadigan ayolim shunaqa sifatlarga ega bo'ladi deb hazm qila olmayapman. Unda uylanmang. Bo'yningizga osilib oldimmi? Keyinchi sen yana birortasini qo'yniga beozor farishtadek kirib ketaverasanmi? Men bilan bo'lgan ishlarni unutib yuboraverasanmi? Nima qil deysiz? Nima qilay? Meni o'zingiz boshlab bordingiz. Endi hammasini yuzimga solyapsiz. Nima bo'lyapti sizga? Na uylanaman deysiz, na uylanmayman. Nima qilay, o'zimni o'ldiraymi? O'lish osonmi? Hech ota-onangni o'ylamadingmi? Men ketdim. Hozir bir tuzuk gaplasha olmaymiz. O'tir. Zarif qizni qo'lidan ushlab, qo'pol harakat bilan joyiga o'tirgizib qo'ydi. Ular suv bo'yida suhbat qurib o'tirishardi. Ketaman. Oxirigacha eshitasan endi. Nima deysiz yana? Yetmadimi shuncha dilozorligingiz? Nega men bilan kvartiramga bording? Yetaklasam ketaverasanmi? U yerda yolg'iz edik. Sharmanda bo'lishdan qo'rqmadingmi? Endi meni bitta savol qiynayapti. Men bilan hech bir qarshiliksiz bording. Tortinmading. Bemalolsan. Men birinchisi ekanimga ishonmayman. Nima? Siz hali meni? Asila yig'lab yubordi. Zarifni siltab tashlab turib ketdi. Sobit akani uyi. Zarifa va Mohizar supa chetida o'tirishibdi. Zarifa Mohizarni uzun sochlariga suv quyardi. Mohizarni sochini yuvishga yordamlashgan Zarifa qilgan ishidan mamnun bo'lib qaradi. O'zi oydek qiz bo'lasan, bundoq o'zingga qarasang. Lekin senga bu uchun farosat biroz kamda. Mohizar sochini tarab o'tirardi. Aslida oramizda eng chiroyli sensan. Afsuski seni mana bu oshqovog'ing ishlamasligi xuddi lo'liga o'xshab yurishingga sabab bo'ladi. Seningcha muhimi suratmi? Zarifa opasini gapini anglamadi. Bu nima deganing? Qanaqa surat? Qo'yaver. Sen baribir meni nima deyotganimni bilmaysan. Sen o'zingni ahmoqona tilingda gapirganingdan keyin tushunmasligim turgan gap. Zarifa o'rnidan turib, dordagi kiyimlarini yig'a boshladi. Bugun hammasini taxt qilib qo'ysak, ertalab azonda yo'lga tushamiz. Bolamga qarab o'tirsang bo'ldi. Nima desang olib beraman. Shokoladli pirojni yegim keludi. Onam olib bermadi. O'zim zo'ridan olib beraman. Faqat aqlli qiz bo'lsang bo'ldi. Asilani uyi. Asila yig'idan shishib ketgan. Xonasiga qamalib olib chiqmay o'tiribdi. Onasi hayron. Qiziga nima bo'lganiga tushuna olmayapti. Asila, jon qizim, nima bo'ldi senga? Oyi, meni tinch qo'ying, biroz o'zimga kelib olay. Xavotir olyapman. Bunaqa emasding-ku. Hammasi joyida, oyi. Unda keyinroq ovqatga tush. Asila javob bermadi. Yig'lashga tushdi. U hamon Zarifni gaplarini hazm qila olmasdi. Nomard yuzimga soldi. Men unga ishongandim. Endi kim degan odamman? Bo'ldi, tamom hammasi. Yoqmay qolgan bo'lsam, men bilan ishi bo'lmasin. Ko'chada qolganim yo'q. Asila telefonini qo'liga olib o'chirib qo'ydi. Ko'ramiz, necha kun chidar ekansan. Zarif uyga qaytar ekan, Asila bilan bo'lgan voqealarni esga oldi. Yo'q, men buni shunday qo'yib qo'ya olmayman. Xayolida esa gunohlarimni ko'tara olmaydigan darajada og'irman. Men nima qilyapman? Arosatdaman. Na oldinga siljiy olaman va na ortga. Zarifni telefoniga bo'lgan qo'ng'iroq xayolot olamidan reallikka qaytardi. Alo? Salom kuyov bola, men Aslanman.